Har 4 kunda ismi 38-39 gacha ko'tarilishi. Faqat yotsa, harakatsiz bo'lsa ismi ko'tarilmaydi. Viruslarga tekshirdik va qonda Epstein-Barr virusi 1900 kopi 1 millilitrda aniqlangan. Tahlillarini ko'rsangiz, xuddi sog'lom odamning tahlillariga o'xshaydi. Virusga qarshi preparat berdik. Bir haftaning ichida holatlari ancha yaxshilanadi. Ya'ni ismi ham yo'q, limfa bezlari ham kichrayib bordi. Bemorimiz yoshlari 50 dan oshgan. Bu bemorimiz shikoyatlari har 3 kunda, har 4 kunda ismi 38-39 gacha ko'tarilishi. Qizig'i shundaki, bemor ko'p charchasa, ko'p harakat qilsa, ko'p ishlasa, ismi ko'tariladi. Agar bemor faqat yotsa, harakatsiz bo'lsa, ismi ko'tarilmaydi. Bu juda ham qiziq holat bo'lgan. Ko'p tekshiruvlardan o'tgan ekanlar. O'sha hammasini ko'rib chiqqanimizda ko'p davolashlar olganlar, lekin hammasi samarasiz bo'lgan. Biz bu ayolni ham viruslarga tekshirdik va qonda Epstein-Barr virusi 1900 kopi 1 millilitrda aniqlangan. Qon tahlillari, umumiy qon tahlilida o'zgarish yo'q. Jigar fermentlari, ALT, AST, bilirubin va boshqa ko'rsatkichlar, buyrak ko'rsatkichlari, oshqozon osti bezini ko'rsatkichlari hammasi me'yorda. Tahlillarini ko'rsangiz, xuddi sog'lom odamning tahllariga o'xshaydi. Lekin bu ayolda shikoyatlari ko'p. Holsizlik, isitma chiqishi, ko'ngil aynishi ham bo'lardi. Tekshirganimizda shu Epstein-Barr aniqlandi va shu sababchisi deb bildik. Biz bu ayolga 10 kunlik davolash kursini berganimizda, keyin qayta tekshiruvga kelganlarida kasallikni shu dorini ichishni 2-3 kunda ismi boshqa ko'tarilmadi. Holsizlik kamaydi. Harakat qilsalar ham ismi ko'tarilmaydi. O'zlarini ancha yaxshi his qilishni boshladilar. Hozir bu ayolga yana 10 kunlik davosini yozib berdik. Yaqin kunlarda kelib yana analiz topshirildi va biz natijasini kuzatamiz. Aytmoqchimanki, bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Boshqa ayolda isitma ham bo'lardi, bo'yinda limfa tugulari ham kattalashgan. Ularda ham charchoq sindromi davolanib yurganlar, lekin samara bo'lmagan. Virusni aniqladik, virusga qarshi preparat berdik. Bir haftaning ichida holatlari ancha yaxshilanadi. Ya'ni isitma ham yo'q, limfa bezlari ham kichrayib bordi. Bu yaxshi natija. Shuning uchun bizda hozir tekshirish imkoniyati bor. Agar farzandingiz 6 yoshdan katta bo'lsa yoki kattalarda shu muammo bo'ladigan bo'lsa, kelib bepul tekshirdirish imkoniyatingiz bor. Agar bola 6 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa va bola tez kasal bo'ladigan bo'lsa, kelishingiz mumkin. Tekshirish rejasini va davolash rejasini yozib beramiz.